40 daqiqa uchun $2000 dan $5000 oladi. G'ufor aytaymi, shukr aytaymi birinchi desa, birinchi tavbani qilib olib, kiyimingni pokla, keyin yaratganga iltijoing, shukring qabul bo'ladi. So'nggi kunlarda jurnalist Sarvar Bahodirov ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokama bo'layotgan video murojaat bilan chiqdi. Tu qilib tovuq chaqirib don sepganlar oldiga yugurib borganda, deb ularni oldiga borib yechim bering, doningiz tugab qoldi, don sep bering qilib bandasini oyog'ini tagida xor-xas bo'lib, ularni cho'ntagini boyitib o'tiribmiz. Uning aytishicha, bir ayol unga yozib, psixolog yordamiga muhtojligini bildirgan, ammo konsultatsiya narxi ayolni hayratda qoldirgan. Chunki unga 42 million so'm narx aytilgan. Bir ayol Telegram kanalimga izoh yozib chiqib ketibdi. Bir psixolog konsultatsiyasiga kirmoqchi bo'lsam 46 million so'm so'radi. Dardimni unutib yubordim. Sarvar Bahodirov bu holatni tanqid qilib shunday deydi: "Insonlar psixologlarga aslida kitoblarda yozilgan, o'zimiz ham o'qib chiqqan gaplarni eshitish uchun katta pul sarflayapti." Yana bitta narsani unutmang. Yaratgan va sizni o'rtangizda hech kim buni gunohini kechirib bergin deb turib beradigan maqomga ega emas. Avliyo, vali zotlar bu maqomdalar, lekin ularni sizni ko'zingiz ko'rmaydi, ular pana-pasqamlarda yurishadi. deya e'tiroz bildirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, mashhur psixologlardan biri Nargiza Sattorovaning 2 soatlik konsultatsiyasi taxminan 10 million so'm. Psixologlarga tosh otib chiqayotgan yoki psixologlarni nishonga olib gapirayotganlarni men xalq dushman deyman. Chunki yana bir psixolog Mariya Mahmudovaning konsultatsiyasi narxi esa 26 million so'mni tashkil etadi. Ayrim jurnalistlar o'zi aslida ikkizlamachi. Sarvar Bahodirov psixologlarning mehnatini inkor qilmagan. Uning aytishicha, bu darajaga yetish uchun ular yillar davomida o'qib, tajriba to'plagan. Shuning uchun ham bilimini pullashi tabiiy. Ilmga oshiqlikdan ko'ra shaxslarga fanatlik kuchayib ketganiga guvoh bo'ldim oxirgi 2-3 kunda. Ammo u psixologik yordam oddiy odamlar uchun ham hamyonbop bo'lishi kerak degan fikrni ilgari surdi. Bilingki, siz yaratganga emas, ustozingizga qulsiz va ustozingizning fanatkasisiz, fanatsiz. Albatta bu gaplar javobsiz qolmadi. Ayrim psixologlar ham o'z fikrini bildirib shunday deyishdi. Misol uchun, yaqinda Sarvar Bahodirov bilan podkast o'tkazdik. $2000 hisobiga deylik. Mana shu menga bir so'm ham foyda keltirgani yo'q. Jurnalistlar soatiga qancha pul topishiga biz aralashganimiz yo'q. Shuning uchun ular ham bizning ishimizga aralashmasin deya e'tiroz bildirdi. Bu gaplarni aytmasam bo'lmaydi. Peshanamni devorga urib yoraymi, yerga urib yoraymi qilib o'tiribman hozir. Bu masalada ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in bahsga sabab bo'ldi. Kimdir psixologlar mehnatini himoya qilmoqda, yana kimdir esa narxlar haddan tashqari yuqori ekanini aytmoqda. Sizning fikringiz qanday? Psixolog konsultatsiyasi qimmat bo'lishi normal holatmi yoki bu xizmat hamma uchun hamyonbop bo'lishi kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sarvar Bahodirov psixologlarga bildirgan e'tiroziga maksimalni o'zim bosgan holatda asoslangan javoblar bilan qarshingizga chiqdim. To'g'risini aytsam, bu video meni kulgimni qisqartdi. Sababi biz hali o'zimizni xizmatimizga pul olishda hali jurnalistlarga yetganimiz yo'q. Sarvar Bahodirov 40 daqiqa uchun $2000 dan $5000 oladi. Meronshoh Muhammadaziz 40 daqiqa uchun $2000 dan $5000 oladi. Shoira Mirsadikova 1 soatlik suhbat uchun $10,000 oladi. Feruzbek 1 soatlik suhbat uchun $6,000 oladi. Aynan sanab o'tgan jurnalistlarimizga $2,000 dan $5,000gacha, $10,000gacha pul berayotgan insonlar aynan psixologlar. Ya'ni jurnalistlarning kasbini, yo'lini hurmat qilgan holatda, ularning og'zidan chiqqanini bergan holatda intervyu qilyapti, lekin intervyuni foyda berishi kafolatlanmagan. Meni suhbat qilishim, meni o'tirishim, eshitishim va sizga savol berishim shunaqa turadi degandek munosabatda bo'lishadi. Endi savol sizga. $200 kurs o'tib, $1000 dan $5000gacha, $100,000gacha mashina, uy natija qilayotgan psixologlar yomonmi yoki ayrim jurnalistlar o'zi aslida ikkizlamachi? Misol uchun, yaqinda Sarvar Bahodirov bilan podkast o'tkazdik. $2000 hisobiga deylik. Mana shu menga bir so'm ham foyda keltirgani yo'q. Odam bunaqa bo'lish uchun qanaqa bo'lish kerak? Mana shu joyi o'ylantiradi va psixologlarga tosh otib chiqayotgan yoki psixologlarni nishonga olib gapirayotganlarni men xalq dushman deyman. Chunki insonlar ongli bo'lgan sari ular haqqini tanishni boshlaydi va o'z haqiqatini aytishni boshlaydi. Nima maqsad? Bu targ'ibotlardan maqsad insonlarni yana ongsizlashtirishmi yoki o'zini nimasidir sotishmi?
Sarvar Bahodirga bo'lsa, alohida gapim bor. Sarvar, yaxshilik qilgandek ko'rinmang. Yaxshilik qiling odamlarga. Bu gaplarni aytmasam bo'lmaydi. Peshonamni devorga urib yoraymi, yerga urib yoraymi qilib o'tiribman hozir. Ayrimlar to'pda turadi deb aytgan psixologlarni konsultatsiyalari narxini ko'rib, yaqam ushab, ko'zim katta bo'lib o'tiribdi. Bir ayol Telegram kanalimga izoh yozib chiqib ketibdi. Bir psixolog konsultatsiyasiga kirmoqchi bo'lsam 46 million so'm so'radi. Dardimni unutib yubordim. Nargiz Sattarovaning 2 soatlik konsultatsiyasi 10 million so'm ekan, shogirdininki 200 dollar ekan. Maryam Mahmudovaning konsultatsiyasi 1 soati 26 million so'm ekan. Men ularga qarshilik qilmoqchi emasman. Mayli, ilm yo'lida jafo chekkandir, kitob varaqlagandir, bilim, tajriba to'plagandirki, shuni pullayapti. Lekin menga o'xshab boshini har qayoqqa urib oxir yo'lini topgan ilmsiz, men kabi ilmsiz insonlarga e'tirozim bor. Kitoblarda yozib bo'lingan gaplarni ulardan eshitib chiqish uchun pul to'layapsiz. Siz ham, men ham. E'tibor bering. Ezoteriklarda ustozi deb e'tirof etiladi degan ayol. Luiza Xeydi kitoblarini o'qib, Valeriy Sinelnikovning uyida shogird bo'lib yurgani haqida informatsiya bor-da menda. Endi Valeriy Sinelnikov pul to'lasangizgina aytiladigan gaplarni kitobida yozib bo'lgan. Dardingni sev degan kitobda aytadi. Ilohiy qonuniyatlarning buzilishi hayotingda muammolarni sodir etadi. Bolangdanmi, o'zingdanmi, eringdanmi farqi yo'q. Sen aziyatlanyapsanmi, sen bilan bog'liq buzilish bor. Bizi dinimizda islomning hujjati maqomiga erishgan Imom G'azzoliy hazratlari o'zini kitoblarida yozadi. Yaratgan bilan munosabatingni to'g'rilasang, muammolarsiz yashaysan. Bu qusurlaringdan xalos bo'lgin deydi. 50 ming, 60 ming, bor ana 70-80 ming turadi shu kitoblar. Lekin shularni olib varaqlashga erinamiz, yechim o'zimizda ekanligini unutamizda, qilib tovuq chaqirib don sepganlar oldiga yugurib borganda, deb ularning oldiga borib yechim bering, doningiz tugab qoldi, don sep bering qilib bandasini oyog'ini tagida xoru xas bo'lib, ularning cho'ntagini boyitib o'tiribmiz. Men mana shu kitoblarni o'qib, Telegram kanalimga audio qilib tashab qo'yapman. 40 minut, 50 minut. G'irt ekan, men psixolog emasman. Buni orqasidan pul ham ishlamoqchi emasman. Shunchaki men u yoqqa bu yoqqa sargardon bo'lib yurib topgan yechimimni ertaroq toping deyish uchun Telegram kanal ochdim. Plus qoldirsangiz silka boradi, kirib ko'ring, yoqsa qolasiz, yoqmasa chiqib ketaverasiz. Yana bitta narsani unutmang. Yaratgan va sizni o'rtangizda hech kim buni gunohini kechirib bergin deb turib beradigan maqomga ega emas. Avliyo, vali zotlar bu maqomdalar, lekin ularni sizni ko'zingiz ko'rmaydi. Ular pana pasqamlarda yurishadi. Sizni ko'zingiz ko'rganki odam o'zi musibat va gunohga botayotgan odam menga o'xshab. Ular o'zini muammosiga yechim topolmasdan qana siz o'rtangizda vositachilik qilishi mumkin. Aldanmang o'tkinchi narsalarga, azizlarim. Pul ham sizniki, vaqt ham sizniki, qarshiligim yo'q. To'lasangiz o'zingiz bilasiz. Lekin ilohiy qonuniyatlar qayerda buzilishini tushunmayotgan bo'lsangiz, yaratganni o'zidan so'rang, tushuntirib beradi. Chunki hamma ilmlar uni huzurida. Siz eshitib o'qib yurgan ilmlar uni oldidan tushgan ilmlar. Asl ilmlarni aytyapman. Haligi boboyingiz, ajdodingiz, DNK, ajdod, bobo, buvilar, unuting ularni. Problemadan siz qiynalyapsizmi? Demak, siz bilan yaratganning o'rtasida uzilish bor, muammo bor. 5000 so'm turadi hali tasbih. Mayli, kitob olgani pulingiz bo'lmasin. Ulamolardan so'rashibdi, istig'for aytaymi, shukr aytaymi birinchi desa, birinchi tavbani qilib olib, kiyimingni pokla, keyin yaratganga iltijoing, shukring qabul bo'ladi. Bo'ldi. Ixlosingiz o'zingiz bilan, sizni hech kim ixloslik qilib qo'ya olmaydi. Asl yechimga ulaning azizlarim. Qadringiz va qaddingiz baland bo'lsin. Men kuyunganimni sababini tushungandirsilar balki. Hech kimga e'tirozim yo'q, shuni oxirida aytmoqchiman, yana o'zingizlar bilasizlar. Afsus bilan qayd etaman va fikrimga qat'iy sodiq holatda shu gapni aytaman. Bizda ilmga oshiqlikdan ko'ra shaxslarga fanatlik kuchayib ketganiga guvoh bo'ldim oxirgi 2-3 kunda. Ustozimiz undoq, ustozimiz bundoq deb ustozini e'tirof etayotganlar ularning ilmiga emas, gapirishiga, tushuntirib berishiga, kashf etib berishiga, o'zida kashf qilgan bilimni yetkazib berishiga oshiq ekanliklarini sezyapman. Va ilm yo'lida, ilmga ishqibozlik bilan shaxslarga fanatlik qilish o'rtasida farq juda katta ekanligini ifodalamoqchiman.
Ustoz kerak ma'lum darajaga chiqishingiz uchun, lekin hayotingizdagi mayda-chuyda maishiy vaziyatlarni hal qilishda ma'lum ustozdan ma'lum payt foydalanib, keyin uni keyingi kursini kutib o'tirishga o'rganib qolyapsizmi? Ustozingizga narkotikka bog'langanday bog'lanib qolyapsizmi? O'zingizga savol berib, mana shu odam meni hayotimda bo'lmasa yoki keyingi kursi chiqmay qolsa nima qilaman? Tasavvur qila olmayman. Qana o'taman ekan, qana yashayman ekan. Ustozim tushuntirib bermasa qana qilib men bu yo'lni bosib o'taman ekan degan hadik uyg'onayotgan bo'lsa, bilingki siz yaratganga emas, ustozingizga qulsiz va ustozingizning fanatkasisiz, fanatisiz. Ilm yo'lida bir narsani o'zim tushundim. Men ham ilgari fanat bo'lib yurganman. Ilm sizda kashf bo'ladi, o'zingizga keraklisi. O'zingiz o'qiysiz, sizga kerakli joyi hayotingizda kashf bo'ladi. Endi siz qoshu qovog'iga mahliyo bo'lib, ana shu gaplariga ishqiboz bo'lib, atrofida to'planib o'tirib, ilm tinglayapman deysiz, ammo shaxsga bog'lanib qolayotganingizni sezmaysiz. Unutmang, men ham yordam bera olmayman. Ustozingiz ham yordam bera olmaydi. Yaratganning iznisiz hech kim sizni hayotingizni yangi bosqichga chiqarib qo'ya olmaydi. Yaratganni asliga ulanish qolib, shaxsga ulanib qoldingizmi, keyingi kursini kutib o'tiradigan va yaratgandan og'irroq sinovlarni kutib oladigan bo'lasiz. Menga bog'lanmaguningcha mana olchi shu sinovingni yengib o'ta olasanmikin degan vaziyatlar hayotingizda kuzatilaveradi. Ustoz kerak emas demoqchi emasman, lekin ustozga fanatlik qilmaslik kerak. Ularni ardoqlash kerak, lekin shaxsning quli bo'lib, ularni olqishlab, alqab, xatosini ko'zingizga ko'rsatmaslik uchun qilingan manipulyatsiyalariga shundoq mahliyo bo'lib o'tirish kerak emas. Imom Buxoriy hazratlarining ustozlari, Amir Temur hazratlarining ustozlari, meni bu odamni bolalarga kuchim yetmayapti, mendan kuchlirog'iga olib boring degan ustozlar. Hozir shunaqa ustozlar bormi? Shu psixologiya sohasidaman deyakanlari bir-birini eshitingda, aksariyati bir-birini yomonlab o'tirganiga guvoh bo'lasiz. Ha, u undoq yo'nalishda, bu bundoq yo'nalishda. Siz tushuning deb turib hammasi o'ziga manipulyatsiya qilgisi keladi. Unutmang, fanatlikning oqibati og'ir bo'ladi. Ashulachi emaski u odam, siz unga fanatlik qilsangiz, u sizni yo'lingizni shamchiroq kabi yoritib qo'yadi. O'zingiz mustaqil yurishni o'rganishingiz kerak. Mana shu kitoblar shu narsani sizga o'rgatadi. Tushunsangiz, o'zingizga nur ustiga nur. Tushunmasangiz, tushunishga harakat qilib o'qishingiz kerak.